Oila kodeksining 42-moddasiga asosan quyidagi holatlarda nikohdan ajratish holatlari sanab o'tilgan. Bunda er va xotin o'rtasida rozilik bo'ladigan bo'lsa, shuningdek voyaga yetmagan farzandlari bo'ladigan bo'lsa, ular fuqarolik holati davlat tomonidan qayd etish organlari tomonidan bekor qilinadi. Nikohdan ajratish quyidagi holatlarda tomonlarning birining arizasiga ko'ra ajratish ham belgilangan. Ya'ni bunda sud tomonidan bedarak deb topilganda, shuningdek taraflarning biri o'sha ruhiy xastalik holatlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, muomalaga layoqatsiz topilganda sud tomonidan taraflarning birining arizasiga ko'ra fuqarolik holatlari davlat tomonidan qayd etish organlari tomonidan nikohni ajratish holatlariga o'sha yo'l qo'yilishi mumkin. Shuningdek, yana bir tarafni sanab o'tadigan bo'lsak va taraflardan biri ya'ni er va xotinning o'sha 3 yilgacha jinoiy javobgarligi uchun ozodlikdan mahrum qilinganda, agar ular voyaga yetmagan farzandlaridan bo'lishdan qat'iy nazar, agar ularni moddiy ta'minlash, mol-mulk masalasi o'rtasida nizo mavjud bo'ladigan bo'lsa, bunda o'sha sud tomonidan nikohni ajratish holatlari ko'zda tutilgan.